Keyingi band turimiz uchun kerak bo'ladigan furniturlar bilan tanishamiz. Birinchi navbatda gardishimizga surpat ostida tortilgan holatda bo'lishi kerak, o'chiriladigan ruchka, metrajniy ko'z, ostki tomoni qubba holatidagi pistonlarimiz hamda uni ichki sohasiga tikish uchun dumaloq biseridan foydalanamiz. Metrajniy ko'zimizni yopishtirish uchun esa E7000 yoki E8000 klasidan foydalana olamiz. Birinchi o'rinda gardishimizga gulimizni naqshini chizib olamiz. Gul naqshini chizayotganimizda birinchi plus holatidagi yordamchi o'q chiziq o'zingizga tortib olasizlar. O'q chiziq tortib olganimizdan keyin sertsa holatini, ya'ni yurakcha shaklini tushirib olamiz 4 ta qismiga. Shu holatda to'r sohasiga chizib chiqamiz. Mana chizib chiqdim. Ana endi buni ichki sohasini ostki tomoni qubbali pistonlar yordamida bezatamiz. Tashqi tarafini esa metrajniy ko'zda yopishtirishdan boshlab olamiz. Kleyimizni birinchi quyib olamiz. Chetki sohasi bo'ylab metrajniy ko'zimizni yopishtirib olamiz. O'rta markaz nuqtasidan boshlaymiz. Chetlar bo'ylab yopishtirib chiqamiz. Metraj ko'zimizni 10-15 daqiqada tayyor qotib, yaxshi ko'rinishga kelib oladi. Ungacha siljitib olmasligiga harakat qilinglar. Agar siljitib qo'yadigan bo'lsanglar, kleyinglar. Gulimizni, ya'ni naqshimizni chetki sohalariga chiqib ketadi. Xuddi shu shaklda qolgan uchta yaproqchalarni ham yopishtirib olamiz. Turganinglarda metraj ko'zimizni yopishtirib oldik. Yana endi qiladigan ishimiz chetki sohalarini chiroyli qilib yasatib chiqish bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda dumaloq biser, bir dona dumaloq biser olasizlar. Ostki tomoni qubbali pistonni joylab olamiz shu holatda va yana bir dona biser, yana ostki tomoni qubbali piston olib, ko'rib turganinglarda mana ikkita bo'ldi, ikkita biser va ikkita ostki tomoni qubbali piston bo'ldi. Uchki sohasiga 3 ta dumaloq biserdan olamiz. Mana oldik. Ana endi shu yo'nalishda tikamiz. Va yana chetki sohasidan ninamizni chiqaramiz. Yana xuddi shu shaklda furnituralarimizni olamiz. Xuddi shu shaklda biser, piston va 3 dona biser olib, yana yon tomoniga tikib olamiz. 0,5 hajm joy qoldirib, ninamizni chiqarib olamiz va yana xuddi shuncha furnitura olamiz. Xuddi shu shaklda chetki sohalarini, yaproqlarimizni har bitta bo'ligini tikib chiqamiz. Oxiriga ham yaqinlashib qoldik. Oxirgisini ham tikib olamiz. Ana endi o'rta sohasiga o'tamiz. O'rta sohasini tikayotganimizda sohasiga ostki tomoni qubbali piston va bitta biser olib, biseri qoldirgan holatda yana sanchib tikib olamiz. Shu ko'rinishda qolgan qismlarini ham tikib chiqamiz. Oxirgisini ham tikib oldik. Shu ko'rinishda 5 ta yoki bo'lmasa 7 ta atrofi bo'ylab tikib olasizlar. Endi yaxshilab parnoy dazmol yordamida ustidan ozgina par berib yuboramiz. Chizgan chiziqlarimiz ketib oladi. Azizlar, yana bir ajoyib yangilik. Sizlar uzoq kutgan universal kursim tez orada start oladi. Bu universal kursim o'z nomi bilan universal kurs hisoblanib, ayollar, erkaklar, bolalar liboslarini, asos andozalarini chiqaramiz va ularni turli-tuman fasonlarga modellashtirib, tikilish texnologiyasini qonun qoidasi bilan o'rgatamiz. Bu yerda yozgi, kuzgi, qishki liboslarni, astarli, astarsiz kiyimlarni, hattoki oqshom liboslarini mukammal darajada professional uslubda yaratishni o'rganasiz.
Agar siz ham o'z ustingizda ishlab professional bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda sizlarni universal kursda kutib qolamiz. Mana shu video tagida havola chiqadi. Mana shu havolani bosib, ro'yxatdan o'tib, ism, familiya va telefon raqamingizni yozib qoldirsangiz, kurs boshlanishidan oldin adminlarim aloqaga chiqishadi va kursimiz haqida batafsil ma'lumot berishadi.